Turkiyada Ramazonda suhurlikdan to'xtash va namoz bomdod vaqti to'g'risida. Savol. Assalomu alaykum. Turkiyada Ramazon oyida bomdod namozining azini boshqa oylardagi vaqtdan baldur, ya'ni imsak vaqtida o'qiladi va bu vaqt bomdodning vaqtining kirishi hamda suhurlikni to'xtatish vaqti deyiladi. Vaholanki Ramazondan boshqa vaqtlardami bomdodning vaqti o'xshashla imsak vaqtida kiradi. Ammo ko'pchilik Turkiya musulmonlari ergashadigan Hanafi mazhabining ta'siridan bomdod namozini tong aqarganda o'qishni afzal deb qarab, azan imsak vaqtida emas, balki taxminan 45 minut kechiktirib o'qiladi. Bu ahvolda ro'za va bomdodga aloqador hukm qandoq bo'ladi? Tafsili tushuntirib qo'yishingizni so'rayman. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Namoz, ro'za va haj qatorliq ibodatlar vaqtga chetishlik ibodatlar bo'lib, belgilangan vaqt doirasida ado qilinish kerak. Bularning belgilangan vaqtlari bo'lsa, Qur'on va hadislarda ko'rsatilganidek, quyoshning harakatiga bog'langan astronomiyalik hadislarni ko'zatishga tayinadi. Bu jihatdan masalaning fiqhiy tarafidan boshqa astronomiyalik tarafimi bor. Bu yerda biz uchun muhim bo'lgani tong yurib imsak vaqti kirgandan keyin yeb ichib ro'zini so'ndirib salmaslik va namoz bomdodni vaqti kirishdan burun o'qib salmaslikdir. İmsak vaqti deganimiz tong so'zilib bomdod vaqti kirishi bilan ro'zaxon yeb ichishdan to'xtatish kerak bo'lgan vaqtdir. Bu vaqt haqiqiy tong yurishga boshlaganda kiradi. Chunki Alloh taolo toki tongning oq yepi qora yepidan ayrilishga, ya'ni tong yurishga boshlagan qadar yanglar ichinglar degan. Baqara surasi 187-oyat. Turkiya va boshqa ba'zi davlatlarda har yili kalendarlarda bekitilgan imsak vaqti to'g'risida ancha-muncha ixtiloflar ko'riladi. Turkiyada ba'zi rasmiy kalendarlarda bomdod namozidan boshqa 4 vaqt namozining vaqti yoziladi. Bomdodning o'rniga imsak va kun chiqish vaqti yozildi va Ramazon oyiga xos bu kalendarlar imsakiya deb ataladi. Ya'ni ba'zi arab davlatlarida imsakiyalarga imsak vaqti, namoz bomdodning azanining vaqti va kun chiqish vaqti ayrim-ayrim yoziladi. Bumi imsak bilan azan oraliqida yeb ichsa ro'zaga ta'sir yetamdi degandek savolni paydo qiladi. Odatda sirtdan kelganlarga Turkiyada bomdodning azanining Ramazon oyida boshqa oylarga qaraganda 45 minut atrofida baldur o'qilishi g'alit to'yilib gangrab qoladi. Ya'ni ba'zi yoz oylarida xubtanga boshqa oylardan 1 soatdan ko'proq orqaga tortib azan o'qiladi. Aslida bomdodga va boshqa namozlarga yil bo'yi vaqti kirgan chaqdada azan o'qilsa, namozni dastlab vaqtida yoki afzal deb qaralgan vaqtida o'qisa, bundoq masala ko'rilmaydi. Bu sababdan har yili Ramazonda ko'p savollar so'raladi. Bu vaqtdagi savollarga ixcham qilib tuvandagicha javob berib o'taman. Birinchi, ma'lumki, suhurlik vaqti kechining 20 dan, Turkiya uchun hozirgi yerlik vaqt kech soat 1 dan tong yurgan qadardir. Suhurlik bir yutum suv yoki bir tal xurma bilanmi bo'ladi. Cho'qim to'liq bir vaqt tamoq bo'lishi shar'iy jihatdan shart emas. Suhurlik yeyish va uni bomdod vaqtiga yaqin vaqtgacha kechiktirishning hukmi sunnat, shart yoki vojib emas. Shunga suhurlik yemay qolsa ro'zaga ta'sir etmaydi. Suhurga uyg'onolmaslik odatda yuz berib turadi. Jamiyatimizda suhurlik yemay qolsa ro'za hisob bo'lmaydi degan xato tushuncha mavjuddir. Qarmoqqa ba'zilar suhurlikni ro'zaning sharti deb tushunilganda ko'rinadi. Undaqda hozirgi ahvolda suhurlik yemasa yoki suhurlikni imsak vaqti kirishdan, masalan, yarim soat yoki 1 soat burun to'xtasa joiz. To'xtatib, hatto duo qilib bo'lib bir narsa yeb ichmoqchi bo'lsa, imsak vaqtigacha yana qayta yeb ichish fursati bor. Imsak vaqtida to'xtasa bo'ladi. Chunki ro'za vaqti suhurlikni to'xtatgan yoki duo qilgan chaqdan emas, imsak vaqtidan boshlandi. Ikkinchi, Ramazondan boshqa oylarda bomdod azanini bomdod vaqti kirgan hamon imsak vaqtida to'g'lamay kechiktirib to'g'lasa, vaqti ichida o'qiladigan bo'lsa bo'ladi. Buningga asosan Turkiyada Hanafi mazhab bo'yicha bomdodni tong to'liq yurganda o'qish afzal degan qarashni tutilganlar namoz o'qiydigan chaqda azan to'g'lisi bo'ladi. Masalan, soat 4 da bomdodning vaqti, ya'ni imsak kirib 5 dan 20 da kun chiqadigan bo'lsa, azanni 4 dan 25 da to'g'lab 5 dan 20 ga qadar o'qib bo'lsa chataq yo'q. Turkiyada Ramazondan boshqa oylarda shunday qiladi. Bu peshinni yozda havoning tapti yonganda o'qish mustahab bo'lganiga o'xshash mustahab ish. Lekin bundoq kechikib to'g'ilgan taqdirda bomdodni dastlabki vaqtida o'qib olmoqchi bo'lganlar, garchi azan to'g'lanmagan bo'lsa-mu, tong yurib bomdodning haqiqiy vaqti, ya'ni haqiqiy imsak kirganda, ya'ni yuqorqi misolda soat 4 dan 4:30 gacha bo'lgan oraliqda o'qisa, namozni vaqtida o'qigan bo'ladi. Azan chiqmaganlikdan namozi hisob emas deyilmaydi. Chunki bu vaqtida o'qilgan namozdir.
Xuftan namozini yoz kunlarida yoki Ramazon oyida 1 soat atrofida orqaga tortib o'qiladigan bo'lsa, xuftanning vaqti kirib 1 soatdan keyin azon to'lisi bo'ladi. Masalan, Ramazon kirmasda xuftan vaqti soat 21:30 da kiradigan bo'lsa, Ramazonda 22:30 da azon to'lisi bo'ladi. Lekin 21:30 dan 22:30 oraliqida birisi xuftan o'qsa, vaqtida o'qigan bo'ladi. 3. Suhurluqdan to'xtash va bamdod namozini o'qishda azon emas, Qur'onda va hadisda kelgani bo'yicha tong yurish asosdir. Chunki azanni suhurluqdan to'xtash uchun o'qishmi, tong yurib bamdod o'qish uchun o'qishmi bor. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonida suhurluq yevilishga 1, bamdodga 1 azan o'qiladi. Diyorimizda Qashqar Hayitgoh jamoasidami Ramazonda shundoq 2 qatim azan to'linadi. Agar birla azan to'linib, u dal bamdod vaqtining kirishi, ya'ni imsak bilan to'linadigan bo'lsa, suhurluqni to'xtatish va bamdod o'qishda hisob qilinadi. 4. Bamdod namozining vaqti to'g'risiga yuradigan ikkinchi tong yurganda kiradi. Tong yurish 2 xil bo'ladi. Birinchisi yolg'on yurish. Bu tong dastlab ufuqda uznisiga, ya'ni tik shaklda qisqa vaqt so'zilibla keynidan qorong'u besib ketadigan yurishdir. Bu vaqtda texi xuftanning vaqti chiqib ketmagan hisoblanadi va ro'za tutmoqchi bo'lgan kishiga bu vaqtda suhurluq yeyish cheklanmaydi. Ikkinchisi haqiqiy yurish. Bu ufuqda to'g'risiga yurgan tongdir. Bu yurish bilan suhurluq yeyish cheklanadi. Bamdodning vaqtimi, ya'ni imsak kirgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Bilalning azini va uznisiga yurgan tong sizlarni qaymoqtirib qo'ymasin, ammo to'g'risiga yurgan tong hisobdir degan. Undaqda imsakiyalardagi imsak vaqti to'g'risiga tong atgan vaqt shumi? Turkiyadagi imsakiyalarmi ancha-muncha farqlidir. Ba'zi imsakiyalarda imsak vaqti bilan suhurluq to'xtatiladi. Ammo bamdod azini necha minut ehtiyot peyi o'tkazib andin to'lanadi. Bu agar namoz vaqti taq kirmagan bo'lsa, namozni vaqtidan burun o'qib qo'ymaslik uchun ehtiyot qoldirganlikdir. Diyonat taqvimida ehtiyot peyi 1983-yildan boshlab amaldan qoldirilgan bo'lib, undan keyingi imsakiyalarda bamdod, ya'ni imsak vaqti Anqara shahri uchun 20 minut ilgari surilib, xuftan vaqti 9 minut keyingi to'g'rilangan va suhurluq to'xtatilgan imsak vaqti dal azan vaqti shudir deb bekitilgan. Arliqda ehtiyot vaqt qo'ymagan. Shaharlarga qarab bu minutlar az yoki kam bo'lishi mumkin. Masalaning texmi muhim nuqtasi shuki, musulmon astronom va muvaqqitlar quyosh harakatini ko'zitib namoz vaqtlarini bekitadigan olimlar qadimdan tartib bamdod, ya'ni imsak vaqti eng tuvan bo'lganda 18 darajani asos qilib kelgan bo'lib, hozirmi musulmonlar diyorlaridagi kalendarlarning ko'p qismi 18 darajani asos qiladi. Ya'ni tong yurish, imsak va bamdod vaqti quyosh ufuq sizqidan 18 daraja ostiga to'g'ri kelganda kiradi deb qaraydi. Az bir qism muvaqqitlar 19 darajani, ya'ni bir qismi 19,5 yoki 20, hatto 16,5 yoki 17 darajani asos qilishni tashabbus qilganlarmi bor. Osmoniylar davridan tartib Turkiyada 19 daraja asos qilingan. Turkiyada 1949-yili Diyonat hay'atining ko'zitish natijasida yana 19 daraja asos qilinib, xuftonga 17 daraja asos qilib bekitilgan. Lekin Diyonatning 1982-yildagi qarori bo'yicha bamdodga 18 daraja asos qilinishga boshlagan. Bularning hammasi to'g'ri va olimlarning ko'zitishining yakunidir. Ko'pchilikning qarashi 18 dan tuvan tushmaydi. Misrda 19,5 daraja asos qilinadi. Boshqa davlatlarning ko'pi 18 darajani, Eronda bo'lsa 17, hatto 16 darajani to'g'ri topadi. Bu darajalardan har bir daraja oraliqi davlatlarning va shaharlarning jo'grafiyalik kengligiga qarab farq ko'riladi. Ba'zi davlatlarda daraja oraliqi 4 minutdir. Shimoliy yarim sharda shimolga qarab ilgirlagan sari daraja oraliqi minut uzrab mangadi. Turkiyada 6-7 minut, Shimoliy Yevropada 10-15 minutgacha berishi mumkin. Masalan, Turkiyada burunqi 19 daraja bilan hozirgi 18 daraja oraliqi 6 minutdan ko'proq farqlidir. Ammo nisbatan janubda bo'lgan Misrda 19,5 daraja bilan 18 daraja oraliqidagi 1,5 darajaning farqi 6 minut atrofi. Buningdan bir davlatdagi imsak yoki namoz vaqtini yana bir davlatda tutib mengishning to'g'ri bo'lmaydiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Yuqorqi vaqt belgilash masalasida garchi biror qarash kuchlik bo'lsa-mu, din ulamolari bo'lsin, astronomlar bo'lsin, birdek qarashga keladigan emas. Ulamolarning qarashlarini Imom Tabari yuqorqi oyatning tafsirida bayon qilgan. Uning ustiga ufuqni ko'zitishda turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu masalaning ko'zitishga aloqador tarafidir. Endi maqsadga kelsak, yuqorida bayon qilinganidek azan o'qilgan imsak vaqtidan 1 yoki 1,5 soat burun suhurluqni to'xtatsami bo'ladi. Buningda hamma birdek qaraydi. Suhurluqni bamdodga azan o'qilgan imsak vaqtida to'xtatsa, eng afzalini qilgan bo'ladi. Ammo
tamoq pishirishda, tamoq akilishda yoki uyg'onishda kechikkan yoki dorisini ichib olishni unutgan kishilardek 15-20 minut vaqtga ehtiyoj bo'lganlarga ozodachilik bor. Ya'ni qistalgan kunlarda azon chiqqandami yeb ichsa, azon to'xtagandan keyin 13 minutgacha yeb ichsa bo'ladi. Normalda Turkiyada o'qilgan azon 7 minutda to'xtaydi. Keyingi 13 minut bilan 20 minut atrofida suhurlikni davomlashtirishga bo'ladi. Buningga munosabatlik yana bir masala bomdodni vaqtida o'qish masalasi. Namozni vaqtidan burun o'qib qolmaslik uchun azon chiqqan kalendardagi imsak vaqtidan bu haqiqiy imsak vaqti emas. Az deganda 20 yoki 25 minut o'tkazib andin o'qish kerak. Normal yillarda Ramazonda masjidlarda 40 minutlik vaqt o'tkazib o'qiladi. Shunga uyda o'qib uxlamoqchi yoki yo'lga chiqmoqchi bo'lganlar azon chiqishi bilan o'qisa bo'lmaydi. Suhurlikni to'xtatish bilan bomdod namozini o'qishda nima uchun shunday qilish muvofiq deganda, imsak vaqtini bekitishda ko'pchilik olimlar 18 va undan yuqori darajalarni asos qilgan bo'lsa-mu, undan tuvan darajalarni to'g'ri deb qaraganlarmi yo'q emas. Hamma birdek qarashda bo'lmagan ekan, kechining oxirlashganligi va tongning yo'rg'anligini jazm qilmoq tez. Mutlaq jazm bo'lmag'achqa, kechining davomlashayotgan bo'lish ehtimoli tong atqanlikqa jazmlashganda andan yo'qoladi. Bu vaqtda fiqhiy qoidalarmi bor. Allah Taalaning taki tongning oqibi qora ipidan ayrilishqa, ya'ni tong yo'rishqa boshlagan qadar yanglar ichinglar degan oyatimi tong atqanligini jazmlashtirguncha yeb ichsa bo'lganligini ko'rsatadi. Yana kelib tong etish biror minut sekundda uyan-buyan bo'ladigan, yil bo'yi o'xshash, vallada qilib kiradigan yoki chiroqda knopkani besish bilan darhol yuradigan hodisa bo'lmasdan, balki ufuqda inchika oqsiziq tunji bayqalishdan tartib 25 dan 35 minutgacha davomlashadigan bir hodisadir. Yana bu kuzatuvchining qaysi darajada yurishni hisob qilishiga, o'rniga ishlatgan metodi va qo'ygan shartlarga bog'liq. Shunga mayli ulamolar bo'lsin, mayli rasadxonlardagi astronom muvaqqatlari bo'lsin, 10 odam bir o'rinda bir vaqtda tong etishini ko'zatishga tursimi, hammasining birdek o'xshash vaqtni muqim deya olishi natayin. Bu ishda azodachilikni taqozo qiladi. Lekin shundaqdami az bir qismni hisobga olmaganda, qadimki olimlar 18 darajaning tuvinida bomdod va imsak vaqti bekitib boqmagan bo'lg'achqa, majburiy qilmagan ahvolda imsak vaqti bilan suhurlikni to'xtatish lozim. Bu vaqtda g'ulg'uli paydo qilishga bo'lmaydi. Musulmonlarning ittifoqi va manfaatimi shuni taqozo qiladi. Hatto 18 yoki 19 darajani bekitishmi taqribiy yaqin mo'ljallab bekitish bo'lib, hargizmi azondan burungi 1 minut bomdod vaqti emas, keyingi 1 minut suhurlik vaqti emas deb jazmlashtirolmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam suhurlik yeyish va to'xtashda tong raurus atgan qadar yeb ichishga buyurgan. Hadisda kelishicha, Bilal radhiyallohu anhu kechada azon aytib o'tadi. Bu sababdan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ibn Maktum azon aytgan qadar yeb ichinglar, chunki u tong atmoqchi azon aytmaydi dedi. Abdullah ibn Maktum tug'ma yoki kichik yoshda ko'zdan ayrilgan qarg'u kishi bo'lib, tong atgandan keyin boshqalar uningga tong atdi desa, andin azon to'laydi. Bu tong atish bilan azon orliqida bir necha minut orliq o'tishi aniq. Yana bir hadisda Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga suhurlik yedik. Andan u zot bomdod namoziga turdi deganida, men suhurlik bilan azonning orliqi qanchalik edi desam, u 50 oyat o'qiganchilik dedi. Keyingi hadisda tilga ilingan orliq cho'qim shunchalik orliq tashlashi kerak deganni ko'rsatmaydi. Chunki uning oldidagi hadisda azon to'lig'icha suhurlik yeyishni davomlashtirsa bo'lganligini bayon qilgan. 50 oyatni o'qish surati va o'qigan suraga qarab 6 minutdan 25 minutgacha o'qish mumkin. Bu namozga tahorat olg'uchilik vaqt bo'lib, shu qatamqi vaqalik shunchalik orliq tashlab azon to'linishga o'dil kelgan. Ya'ni bu hadisdan suhurlik bilan azon orliqida cho'qim ehtiyot vaqti qoldirish shart degan ma'no chiqmaydi. Atay shunchalik vaqt tashlagan desak, azondan shunchalik vaqt burun suhurlikni to'xtatsa, afzal ekanligini ko'rsatadi. Yuqorqilarni ixchamlasak, birinchi, Turkiyada suhurlikni Diyanat taqvimidagi imsak vaqtida yoki undan burun to'xtatsa bo'ladi. Tinab qolganlar imsak vaqtidan eng kech bo'lganda azon chiqish boshlangan vaqtdan boshlab 20 minut kechikib to'xtatsa bo'ladi. Ikkinchi, bomdodni imsak vaqtidagi azondan yarim soat keyin o'qish lozim. Odatda Turkiyada masjidlarda shunday qiladi. To'g'risini Alloh bilir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.